Men bir umr Ibn Sino ulug' olimga mahliyo bo'lardim. Ibn Sinoning kitoblarini o'qib, ularni davolash proseslarini kuzatib, nimaga bizni dorilarimiz u darajada kuchli emas? Shuncha mana haligacha xalqimiz nafaqat O'zbekiston, yer yuzidagi xalq Ibn Sinoga tan beradi. Endi men yaqinda bitta narsani topdim. Tog'da o'sadigan ajoyib o'simlik bor. Uni ismi kavrak, o't. O'sha o'tni ildizidan nima deydi? Shira chiqadi. O'sha shira nima o'shandan qilingan dori. Nimaga bu dori bilasizlarmi? Men qatori ayollar bo'g'inlarga. Mana o'tirsam turolmayman, tursam o'tirolmayman. O'zim unaqa qarida bilmayman, lekin shu oyoq nima deydi, odam qiynaladi-da. Mana Xudoga shukr, o'zimga dori topdim. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman.